To'g'ri. 14-bab 1957 yilning o'mi fasli yetib keldi. Avval O'shku buloq tarafdagi tutash ketgan yerlarning bug'doyi pishdi. Qolgan yerlarning bug'doyimi beslashgandek tangla sarg'ishqa boshladi. Bu yil bug'doy rosa o'xshagan edi. 3-atrofdagilar bug'doyni oylar bo'lib berdi. Dehqonlar ayol, ulug' ushoq tang etizga chiqib, aldirash o'miga tushib ketdi. Hatto o'rin tutib yetib qolgan buvay mo'maylardan tortib, ushoq bolalargacha boshaq terishga qatnashdi. 3-atrofdagilarni ko'rib, boshqa atrofdagilar turolmay qolishdi. Kooperativga qo'shgan yeri ko'proq dehqonlar bilan ba'zi aldirang'u sapra mijoz kishilar etizlikqa chiqib, o'z yerining bug'doyini o'rishga tushib ketdi. Birinchi atrofning qolgan a'zolari atrof buxgalteri To'xti Qoriyni o'rib olib, bug'doyni bo'lib berishga istadi. To'xti Qori ularning orasidan ming tasta sug'urilib chiqib, atrof boshlig'i Abdug'ani Oxunning uyiga yugurdi. Xotinidan uning kooperativ ishxonasiga ketganligini anglab, kooperativ ishxonasiga bordi. Vilaxon boyning yo'g'on darvozasidan kirib, o'ylida to'rdagi ishxonaning eshik panjarasidan marishib turgan dehqonlarni ko'rdi. Ularni qanday qilishni bilolmay, ahvol uqili kelganlarda qilatdi. 3-atroflik bir dehqon To'xti Qoriga: "Atiyanning yoqi viloyatdan kelgan kadrlar majlis ichvatadi" dedi. Bir necha aktiv dehqon chiroyi jiddiy tus olgan holda to'xtamay uyandan bu yoqqa mengishib yuradi. Majlis ichvatganlar uzoqqa qolmay tarafga chiqishdi. To'xti Qori Abdug'ani Oxunning oldiga ittik berib, uni bir chetga tortib, chataq bo'ldi. Bir qism odamlar o'z yerining bug'doyini o'rg'il turdi. Qolganlarni o'z oldimizga o'raymiz, bizga yer bo'lib beringlar deb g'alaba qilyotdi. Qanday qilamiz dedi. Kimdir birga gap qilgan bo'lib, To'xti Qoriga ko'z silib turgan Ne'mat birdilla uningga qarab zaharxandlik bilan vaqirib ketdi. "Ha, qanday qilatdiq? Qachongacha miki ko'msam pisharmikin, yapsam pisharmikin deb yurimiz? Qo'rsqimizda og'riqimiz bo'lmasa, ichimizda bir yer tortishmasa, qo'limizga dumba ilib jojisini beramiz. O'g'il bola, erkak bo'lgandikin qanday haq bu? Ikki to'qtuq haramzadlarni boshqara olmay, xotin kishidek manqisni eqitib, paloqlab yugurib keldigan. Voy G'eni Oxun, nerdan topdinglar bundaq lamzalla odamlarni? Buğaltırlıqqa odam chiqmagan bo'lsa, avu maktabni yangi bitkizgan jigiri bor bolani ishlatinglar. Mandaq. To'xti Qori dastlabda nima ishliqini anqirolmay hayron bo'lib qoldi. Keyin birdilla o'ngib: "Hey toz, nimanga yo'g'on so'zlaysan? Qog'i puq yemasda ajab odamga zahringni sanchib ketding-a? Ajab qo'rsqing og'rimasa, tortishmasa deb ketding-a? Gaping bo'lsa oshkora qilmamsan. Ola undaq buğaltırlıqını acısınlığı elib bə. Mən səndək meynat tazının buğaltırlıqını qılğıca eslib ölüb almana" dedi. Abdug'ani Oxun To'xti Qorini bo'ldi, gap qilmislar deb tortib, so'rab ilib chiqib ketdi. Ne'matni xuddi uni bo'g'ib qo'ymasa, darcha chiqmaydigandek orqasidan devayligini chiqaldi. Tushdan keyin viloyatdan kelgan ikki kadr aktivlar va partiya ittifoq a'zolarini yig'ib majlis ochdi. Majlisdan keyin kooperativ boshliqlari bilan atrof berib, bug'doy o'rvatgan dehqonlarga: "Dehqon qarindoshlar, o'rib bo'lgan bug'doyni o'pcha hisoblaymiz, o'pcha taqsim qilamiz. Bu yuqorining yo'l yo'riqi, hech kim o'z oldiga yo'tkimasin" deb yetkazdi. "Biz sizlarni bizga kooperatsiya qurib beringlar dedikmi? Biz azaldan o'z oldimizga terachilik qilib jon biqib kelgan. Buningdan keyin shunda qilamiz. Kooperatsiyaga kirmaymi, jinimizni vaqalaymiz" dedi yana ba'zilar. "O'zimizning yerini o'zimiz teraydi degan gunoh bo'ldimi amdi? Agar shundaq bo'lsa, boshqa kelganni ko'raylik, qani bizni nima qilib edersizlarki" deyishdi. 3-atrofdagilar o'rg'oq bilan etiz qirg'i qo'yib qo'ygan dumballarini elib, kadrlar bilan aktivlarni qo'g'lab surib ketishdi. Yusuf orqada qilib, ularni to'smoqchi bo'lganda, Atiyazda 3 odamimizni urib, chala o'liq qilib qo'ygan Yusuf degan sangu tayoq deganning qandaq bo'lganligini samit etib baq deb tutib elib, bo'lishiga urib o'yga tashlab qo'yishdi. Qini qizib turgan dehqonlar Yusufni urib, kadrlarni qo'g'lab etib, puxandan chiqidek bo'lishdi. Ular kadrlarla
bilan aktivlarning Yusuf bilan kori bo'lmay qandaq qetishqinni doğrışıp rasa külüşdi. Ular ruhlanğan, körəngləgən halda qalğan iki ətrətdəkilərni özlərə əgəşdiriş üçün məhəllənin yuqursuğa qarab mаңdı. Birinci ətrətdəkilərinin bir qismi öz aldığı oğumu urvatatdı. Köp qismi qolu işqi barmay etiz beşiği yığılıb elib quruq paraq soqub turuşatdı. Üçüncü ətrətdəkilərinin kelivatqanlığını görüb işləvatqanlarmı, bekar turğanlarmı tаңla örülüb qaraşdı. Yerimni özüm teriymen deyiş günah emas. Kompartiya öz erkinligimizni qo'limizga bergan. Yerimizni özümüz terimiz, özümüz o'rib, özümüz yig'imiz. Foyda ziyniga özümüz ega bo'lamiz. Biz hech kimga eg'irimizni salmaymiz. Hammani qilgan ashu ne'mat toz bilan uning qo'lchimoqlari. Hammamiz yig'ilib viloyatga berib arz qilayli. Oqmisa Urumchi, Beyjingga boramiz. To'xtanglar xaloyiq. O'pganlarni besinglar. Kişiler Abdug'ani axunning tamkin ovozini anglab uningga qarab qilishdi. Hech kim uning nereden paydo bo'lib qolganini ko'rmagan edi. Bug'doylarimiz pishib, to'kilib ketyotdi. Oldi bilan uni o'rib yig'ib olayli. Mushu bug'doy bo'lmasa, yilni qandoq chiqaramiz? Xotin bolalarimizni qandoq boqamiz? Tayyor oshni tashlab bir-birimizni bo'g'ishib yurmayli. Kooperatsiyalashish boshqa bir kimning emas, kompartiyaning ko'rsatgan yo'li. Bu yo'lda mangmay kimga arz qilsaqmi beka? Qani, bug'doy o'rimiz deydiganlar mening keynimdan menglar. Vaqtni o'tkazmay ishimizni qilaveraylik. Yuringlar xaloyiq, bizga agashsanglar ziyon tortmaysizlar. 5-6 odam ikkilanmay uning orqasidan mangdi. Qolgan 10-15 odam sal ikkilanib ondan agashdi. Abdug'ani axun ittik mengib etiz beshiga qarab ketyotdi. Uning orqasidagi odam borgan sari ko'payotdi. G'eni babkarni tutib kelib, adibini berayli, u diqqatlarni boshlab ketmasin. O'ltirib etadigan u ekan, bu G'eni degan. 3-atratdan kelgan Osman bilan uning yenidagi ikkalan Abdug'ani axunning orqasidan qo'g'ilmoqchi bo'lishdi. Qizil saqal, yeshil ko'zlik Husayn axun degan molla odam ularni to'sib oldi. Aldirmanglar. Hamma ishning yo'li bor. Abdug'ani axunning topgan dadisi texayat. Bola deganni dada boshqardi. Husayn axun shu yerda Udul mahallining sirtiga chiqib, yulg'unlikda qo'y beqiyotgan Hodi axunning yeniga bordi. U ayni yillardagi Salih babkarga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan, egiz bo'y, ikki mirsi oldiga chiqib turadigan chiroyi tatrangu odam edi. Chiroyidan ochiqi yomonligi chiqib turadi. U Husayn mollaning gapini anglab uyga qaytib keldi. Xotinini avatib Abdug'ani axunni chaqirtib akilib, uyga kirishiga qaltak bilan urib ketdi. Abdug'ani axunning tushuntirishiga quloq solmay, oppoq uzun soqolini titirtib, bugundan tortib kooperatsiya deganga yaqin yo'lamaysan. Editga chiqmay qo'y baqsan. Agar gapimni anglamasang, sendek tuzkurni o'z qo'lim bilan o'ltirib ko'maydiman deb vaqirdi. Abdug'ani axun dadasining mijozini bilgachga qarshilik qilmay qo'y baqilib bormoqchi bo'lib mangdi. Chiqibla qo'y baqilib bormay, bug'doyliqqa yaqin yerdagi cho'nqur bir eriqning ichida mo'kinib yotdi. Oqshimi qo'rsiqi ichib tishi deyolmay, bir kichik bolani avatib xotiniga non ochiqtirib edi. Eriqning ichi nam, salqin edi. U o'zini tashlab rohatlanib uxladi. Tong yorg'anda mahallasiga yiroq yo'llar bilan kooperativ ishxonasiga bordi. Kooperativ hovlisi seriq kiyimlik askarlar bilan to'lib ketgan edi. Askarlar hovlida o'ltirib g'izo yeyotdi. Cho'gin ko'targan ikki bola ularning kurishkalarga choy quyib beryotdi. Ne'mat harbiycha yiling chopinni yepinchoqlagan holda ishkirga ishxonadan chiqib Abdug'ani axunni ko'rdi-da, uningga oshxonadan bir cho'gin choy akilib ishkirdagi boshliqlarga choy quyib berishni tablab qo'yib kirib ketdi. Abdug'ani axun choy ko'tarib kirganda Ne'mat uni to'rda o'ltirgan 50 yoshlardagi xamsimiz er kishi bilan yoshroq ofitserga tanishtirib, "Muamin mudir Abdug'ani" dedi. O'ltirganlar uningga qarab kulimsirab, boshlarini langshitib qo'ydi. Abdug'ani axun ularga javoban qo'lni maydasiga qo'yib salom qilib bo'lib, Ne'mat ko'rsatgan o'ringa berib o'ltirdi. Uning ko'zi uduldagi tamg'a qator yo'lab qo'yilgan miltiqlarga tushdi. Miltiqlar uva qorong'ulikda voldab ko'zga tashlanadi. Tushga yaqin kooperativ ishxonasi oldiga 70-80 ga yaqin odam yig'ildi.
Ularni atarat boshliqlari odam avatib yig'ib kelgan edi. Ko'p qismi etiz beshidirlar kelganlikdan o'rg'oqlarni ilib olgan edi. 3-ataratdagi Osman Sodiq Axun boshliq bir nechasining to'p oldiga o'tib hurpib turishidilla yaxshi niyat bilan kelmaganligi, biror ish chiqarmoqchi ekanligi bilinib turadi. O'ylik ishiga ichilib miltiq ko'targan ikki askar chiqib, ikki tarafda miltiqlarni murisiga isib turdi. Orqadan viloyatlik Chexiy idorasining boshlig'i chochlariga oq kirgan xomsimiz odam bilan yeshi bir yerga berib qolgan cho'qir yuzlik tarjimon, yosh ofitser, rayon boshlig'i qatorliqlar chiqib, yog'och o'rindiqda dehqonlarga yuzlanib o'tirishdi. Ne'mat oldiga chiqib birdam tog'dan, bog'dan so'zlagandan keyin Chexiy idorasining boshlig'ini so'zga taklif qildi. U yer bu yerdan shalonch chavak ovoz anglab yo'qolib ketdi. Dehqonlar viloyatdan kelgan bu katta amaldorga qarab bir pas jim bo'lib qolishdi. Boshliqmi oldirmay uzun mata yektekining oldidan tuklik maydalarini ko'rdi. Ko'rinib turadigan uzun soqolli, qayrimi burutliq, do'ppi tumoq kiygan, anda sanda ba'zilari sallama o'rib olgan. Teqimlarida uzun pichoqlari sangilab turgan, chiroyi oftobda kuyib, qo'llari bilan yalang'idaq putlari daraxt qo'ziqidek bo'lib ketgan, kiyimlari ko'ni bo'lsinmi jiniching, bir-biridan bo'yliq bu odamlarga bir boshdan ko'z yugurtib, xuddi ularning ichidagini bilib olmoqchi bo'lgandek qarab ketdi. Ikki o'tirda surlik bir jimjitlik paydo bo'ldi. Bu jimjitlik yana bir pas so'zilsa, xuddi bir ish yuz berdigandek hamma odamning nervi tallari ching tortilib chekiga yetganda boshliq salohiyatiga mos bo'lmagan inchika ovozda so'z boshladi. Cho'qir tarjimon uning so'zini uddulliq tarjima qilib berdi. Dehqon akalar, yaxshimisizlar? Men so'zimni boshlashdan burun sizlardan bir savol so'rab olay. Sizlar dehqon degan gapning ma'nosini bilamsizlar? Kishilar bir pas tanqib qoldi. U yer bu yerdan bilimiz dehqon degan teriqchilik qilgan xalq degandek ovozlar anglandi. Ha, to'g'ri. Dehqon degan ko'zda bug'doy teriydigan, atiyozda parvish qiladigan, pishqanda o'rib tepadigan, kishilarning hayotlik uchun zarur bo'lgan ochliq bilan ta'minlaydiganlar deganlik. Shunga sizlarning bug'doy o'rishinglar yaxshi ish. Ammo kooperatsiya bo'lgandan keyin bug'doyni o'z oldinglarga ilib ketmay, kooperatsiyaning tuzumi bo'yicha bir taraf qilishinglar kerak. Qanday kooperatsiya ekan u dehqonning bug'doyini tortib oldigan? Buğday terip haqqı topshirib qo'yib, yana haqdan talab yeganmi ishmi? Urunglar avu xamqapaqni, to'li tilini chaynavermisin. Dehqonlar gurudi yupirilib kelishiga ikki askar ularni to'sib oldi. Kadrlar darhol ishxonasiga kirib ketishdi. Bir necha daqiqa berib, ikki askarning quroliga esildi. Askarlar qurolni bermay, yenicha minib o'zlarini qo'g'digan holda ishxonaga kirib eshikni taqib oldi. Dehqonlarmi ichidagi kadr askarlarmi hayajon va g'ulg'ul ichida edi. Dehqonlar eshikni qandoq etishni maslatishayotdi. Uningdan keyin qandoq ishlarni yuz berganligini xiyolga keltirmaydi. Eshik ichidagi askarlar bo'lsa, qurollarni qo'liga olib, tayyor bo'lib turadi. Ba'zilari komandir, biz nima uchun ularning adibini bermay, qo'rqib bu yerga kirib olamiz? Bizga buyruq bering. Biz ularni chekindiraydi deb talab qilishadi. Ofitser o'zimi hayajonlanib tursa-mu, oldirab ularning talabiga qo'shilmadi. U tunglikdan o'g'ziga chiqib pastga qaradi. 3 daqiqaning eshikni jaloqlatib tepayotganligini ko'rib, tapanchisini osmonga qaratib o'q chiqardi. Miltiq ovozini anglab kishilar o'tqib to'xtab qolishdi. Shu chaqda Osman: "Voy ha, qo'rqma, askarlar paxta miltiqda qushqash etyotdi. Hech nima qila olmaydi" deb baqirdi. Arkasıga qaytmoqchi bo'lib turgan kishilar yana to'xtab eshik tarafga qistab keldi. Osman bilan yana bir uzun tara odam eshikni jon jakli bilan tepishga boshladi. Eshikning bir qanotini sunganda eshik oldidagilar tantana qilib cho'qon selishib, eshikni dumbisi bilan ishtirib ochmoqchi bo'lishdi. Shu chaqda orqa-orqadan 3 pay o'q etilib, 3 odam yerga yiqildi. Ularning badanidan etilib chiqqan qon eshik oldini qip-qizil bo'yadi. Qolganlar o'la tirilishiga bakmay yiqilib qo'pib qochdi.
birdamla eshik oldida yiqilib yotganlardan boshqa insi jin qolmadi. 3 odamning biri yenicha, ikkisi dum yotadi. Ularning biri Osman, yana biri Husayn molla edi. Uning sallisi sal neriga do'milab ketgan bo'lib, chas soqollari yiroqdan qanday qizil ko'rinadi. Marjonga o'xshaydigan yeshil ko'zlari ochiq qolgan edi. Eshik ochilib askarlar bilan aktivlar sirtqa chiqdi. Yotqanlarning go'ran to'morini tutib tekshirib ko'rishdi. Husayn axun allaqachon jon uzgan edi. Osmanning holimi bek bo'shda qiladi. Mursiga o'q yegan Ömer ismli yana bir yosh bola qansirab ussiz yotadi. Osman shu kuni xubtanga qolmay jon uzdi. Amdilla 16 yoshga kirgan Ömer viloyatlik doktorxonada 2 oy yetib, bir qo'lidan ayrilgan holda qaytib keldi. Bu vaqa yuz berib bir necha kundan keyin to'g'riqlikdan yana 4 odam qo'lga ilinib, har biri 10-15 yillikdan kesilib ketdi. Sodiq Axun boshliq 17 odamga buzuq unsur qalpoqi kuydirildi. Qo'lga ilingan qalpoq kuydirilganlarning o'ylari aqtirilib, tag'ar-tag'arlab ochliq chorva mollari musodara qilindi. Shu yili qishda Saybaq bozorida sakrab ilgirlash kommunisi qurilib, to'g'riqlik bu kommunaning bevosita qarashliq dodi bo'ldi. Yusuf kommunaga o'stirilib, suv kadr bo'ldi. Kommunaga boshliq bo'lishni tamoq qilib yurgan Namat nemishqidir o'salmadi. U mushu haq o'zigimi qildi, mangmi qildi deb to'g'riqliklardan og'rinib, bir mezgil qiydab salbib yurdi. Qiydiganning foydasi yo'qligini ko'rib, asta-asta o'ngishilib qoldi. Ha nima degan bilan to'g'riqlik dodining boshlig'i deganlik to'g'riqliklarning egisi eng chong huquqdori deganlik. To'g'riqlik noyaga bozorga yiroq, o'z oldiga bir yurt, bir yerga osonlikcha mashina harva kelolmaydi. Bu yerga oldirab qodir kelmaydi. Kelsimi 1-2 kun turibla ketishga oldiraydi. Shunga Namat bu yerda o'zibek, o'zi ham bo'lib, xolig'ini qila oladi. O'stimda pichqi o'tmas muavin boshliq bo'lgandan to'g'riqlikni o'z oldiga so'rgan afzal emasmi? Namat yana qora etiga minib, ketib yuradigan bo'ldi. Bo'libmi istil tuzitish harakati boshlanib, kishilarga hayva ko'rsatilgan fursat kelganda u texmo ruhlanib ketdi. Bu qitimqi harakatda Ibrohim Gijing bilan Sidiq Axunga yana biri Tilvaldi Axunga fikr ko'p tushdi. Hemit Axun ham ommaning fikrini ratlab, tutamga chiqmaydigan parcha-purat gaplarni qisqartib etib, u uchining aksil inqilobiy gap so'zlarini ratlab chiqdi. Hemit Axun ularning aksil inqilobiy gap so'zlarini yezayotganda peshonasi bilan burnining ustida ter tomchilar paydo bo'ldi. U bu gaplarning oshu odamlarga ko'tirib, qo'pqisiz baloyi ofat elib keldiganligini biladi. Lekin o'ttirg'a tushgan bu fikrlarni aynan yezib yuqoriga yo'llash uning vazifasi edi. Yezib etib ba'zi gaplarni sal silliqlab qo'yishni o'ylasimi, bu gaplarni hamma odamning anglag'ligini o'ylab, niyatidan yenib qoladi. Ichida put yugurki oshqa, eg'iz yugurki boshqa degan shu deb o'ylab, ixtiyorsiz ochiq kuladi. Hemit Axun faraz qilgandek, bu so'zlar badliga Ibrohim Axun o'ngchi unsur, Sidiq Axun bilan Setvaldi Axun yerlik millatchi unsur qalpoqini kiydi. To'g'riqlikdagi sinipiy dushmanlarning soni texnik ko'paydi. Ular kambag'al dehqonlarning sotsializm va kommunizm yo'lining yangi turmushining dushmanlari edi. Hech kim ularga ochiq chiroy ochmaydi, hesdashlik qilmaydi. Ular proletariat diktatorasi ostida titrab, o'milib yashashi kerak edi. Ular ichilib yeyilib kulolmaydi, birariga ish sirini aytolmaydi. A'zolar bilan tang o'tirib, tang qo'polmaydi. Yangiroq kiyim kiyolmaydi. Ular kuniga 10 necha soatlab eng og'ir, eng mehnat ishlarni qiladi. Mushundaq yashash yo'lini ular o'zi tanlab olgan edi. Bu xuddi shu davrning gazetlarida aytilgandek, ushqandek ilgirlayotgan poyezdning oldini to'smoqchi bo'lgan yochvak poyezd chaqlari ostida yenchilib taqdirdan qechib qutula olmagandek bir ish edi. Kommuna qurilgandan keyin to'g'riqlikdagi 3 atrofda birdan o'pchi oshxona qurilib, a'zolar tomoqni oshxonadan yeydigan bo'ldi. Atrof qarmoqida yana tikkichilik korxonalari qurilib, ularning kiyimini haqsiz tikib beradigan yassillar qurilib, ushshaq bolalar haqsiz beqildigan bo'ldi. Tomoq, kiyim-kechak, baliq yemidan
qutulgan dehqonlar butun kuchini ishlab chiqarishga sarf qilishdi. Mo bejidan 10 ming jinglab hosil elish kerak edi, ammo ishlar o'ylagandek oson bo'lmadi. Chunki bu almasaqdan hech kim qilib baxmagan ishlar edi. Sodda yavash dehqonlar ularning qadimidan tortib davom qilib kelgan turmush usuli buzib etilganda kosh, shaxsiyatchi, oshko'z taraflarini oshkorlashga boshlagan edi. Kadrlar haddiy hisobsiz ushshaq-tushak turmush mojarolari ichida nima qilishni bilmay g'ing'irab yurishyapti. Shundaqdimi yuqorining siyosatini ijro qilmay, ochliqdan sun'iy hamroh qo'yib bermay bo'lmaydi. Bu sakrab ilgirlash davri edi. Dehqonlar tong yo'rmasda o'rnidan turib, taxufdangacha tinim topmay ishlaydi. Yerim kechagacha yana siyosiy o'rganishga qatnashatdi. Etizlar odam bo'yi qo'linib qatma-qat o'g'it ko'milgandan keyin terilgan ziroatlar to'kkan targa yarasha hosilni beradi. Ammo bu hosil yuqoriga hazilab ko'p turib ma'lum qilinadi. Saxta ma'lumotga asosan tushirgan g'allib paraq vazifasini o'rinlash uchun omborlar qurg'dirilib qoladi. O'lib qolmaslik uchun yana yuqorining yordamiga tayanmay bo'lmaydi. Bu holatdan qutulish uchun kadrlar yerni ko'paytirib, yer soni kamroq bo'lib qelish chorasini topdi. Bu chora unumli berdi. Biroq to'g'rilikda oshqili bo'lgan yer cheklik, yerlik usul bo'lsa, birlik usul bo'lsa 20 yil ishi shart edi. Keyingi ishlarning qanday bo'lganligini hech kim tasavvur qila olmaydi. Namat etidan tushmayla birinchi atratning o'ylisiga kirib kelganda, o'ylida qoch tutib o'chratda turishgan, chiroyidan ochliq va horg'inlik chiqib turgan ayol qiyri cho'rlar uningga burilib qarashdi. Shu hamon ba'zi chiroylarda tamom aralashgan xushamatli kulkilar paqirab qoldi. Kimlardir zo'r-muzur hejib egilib salom qilishdi. Yana ba'zilar ta'dir qarab o'z ko'ylari bilan bo'lishdi. Omborchi turdi axun uning oldiga yugurib kelib yetib, otxona tarafga qarab "Mahatqori, hay Mahatqori" deb tovladi. Mahatqori yugurib chiqib, Namatni otni yo'lab tushirib, otni ishkirga akirib ketdi. Namat salom qilganlarning salomini bilinar-bilinmas elib, o'z vaqtida o'zini yaratmagan qiz-cho'konlar va bir chaqlarda jahonga patmay yurishadigan boyning bolalarining oldidan qapoqlarini turib, hayvi bilan mengib o'tdi. Ko'nglida har qaysinglarga tex az, senlar men ko'rgan kunning ondan birini ko'rishmiding, to'xtab turish deb o'ylaydi. Bir chetda atdigan umash qaynatgan cho'ng qozonning qismiqini talishib, küçükdek bo'g'ishayotgan, eg'iz burunlarini qap-qora bo'lib ketgan ushshaq bolalarni ko'rgandila, uning ko'nglida bir yer titrgandek bo'ldi. U omborchi bilan zapxozga qarab, "Mavu umash degani Xudoning suyigila chalmay, ancha-muncha guliqoq, qavi chamg'ur to'g'rab etinglar, mandaq" deb qo'ydi. Bugun birinchi atrat oshxonasida polu etildigan kun edi. Oyda bir qitim etildigan polu hamma odamning ishtahasini ichib, taqtini taq qilib etgan edi. Lekin dumlaklik qozondan moy go'shtning purqi emas, kuchli kuyuk purqi kelyotdi. Namat omborchining orqasidan atrat kadrlari tamoq yeydigan kichik uyga kirib, ketib etib, "Nima etdinglar bu poluni kirsin yig'ida atmagansizlar" deb hazil qildi. "Tova desizlar duyjang, kirsin yig'idimi osh etkili bo'lamdikan" dedi omborchi xiqirab kulib. Polu yağsız, şoyildek suyuq edi. Espraytdi. Yoğan bir parça semiz go'sht bilan o'xshamog'ligi chalmay, goldan silq o'tib ketdi. Namat oshni yeb bo'lib, kart-kurt kirib, omborchi damlab bergan doğruluq choyni ichib o'ltirib, atrat boshliqlari bilan parang tushdi. "Manga qaydanglar? Hasinaxun, mushu kompartiya haqiqatan odil juma, angsak badavlat har juma kuni qozon esib kambag'allarga osh berar ekanmish. Madetaymu cuma namozidan yenib, piqir xalqining beshiga kumush tanga chachadi ekanmish. Lekinsa hech qanday podsha kunda 3 vaqt g'izo berib, puhrani qo'rsoq ximidan qutuldirmabdi ekan. Puhra degan qo'rsoq ximidan qutulgandan keyin emgak qilmay nemish qiladi deysizlar? Rastayla. Meningchimi, kompartiya har qanday hukumatdan dona. Qilni qirq yoradigan partiya. Mushu xotin haqni olsak, xotin haq degan qozon beshda yurib, bo'lsa yeb to'ymaydigan, bo'lmasa qozon qumishni yolabmi o'tib ketadigan,
Ağzımı, put-qo'limi birdan bekor turmaydigan haq. Men mushu xotin haqning chidamligiga, kuchiga hayron qolman. Er kishini kuchi bor deydi, lekin xotin kishi qildigan ba'zi ishlarga xeyli erkaklarmi chidamaydi. Kompartiya mana mushu xotinlarni qozon beshidan ozod qilibdi. Kommunaning hamma ishini shular qildigan bo'lib ketdi, emasmi? Bumi qadimdan bo'lib boqmagan ishmikin deyman. Qolganlarmi ras deyishib ketdi. Mushu tug'utni olsaq deb gapga aralashdi atrat boshlig'i Hasanaxun. Bola tuqqacha xotin kishining ustixonlari ajraymish. U odamning bo'sug'izda 7 qitim berib, 7 qitim yonarmish. Bizning xotin cho'ng bolamni tuqqanda tug'ut onasi ulgurib kelolmay, yenida o'zim turgandangla, xotinning jafosini ko'rib, o'sh kalam o'ynab, tas qolgan menmi tayyor bo'lib qolg'ili. Shu chog'da bola tug'ish mushundaq tasish bo'lsa, xotin kishining yeniga ikkinchi yo'lmasman deb qasam qilib atgan. O'ltirganlar qaqaqlab kulishdi. Qasam qilib turib 8 bola tepibsizlar, qasam qilmagan bo'lsanglar, ish bor ekan. Hasanaxun yigit so'zdan yo'lvas izni yonmas deganni anglamaganmi? Potamxon unimisa qanday qilaman? Sizlar bilmaysizlar. U yosh vaqtlarda bek shoq edi deyman. Har oqshimi yilimdek chaplashib olib, he. Nemishqidir ne'matning qapoqlari turildi. Bo'ldi Hasanaxun, bo'ldi qilinglar. O'zimizning gapiga kelaylik. Yuqoridan hiliqidek kommuna oshqonlarni yaxshilanglar, tozliqqa ahamiyat beringlar deb hujjat kapdi. Pat orada tekshirib baholashmi bo'lgan o'xshaydi. Shunga tekshiruvchilar kelguncha qozon boshlarini, o'ylarni pokizroq tozalab qo'yarsizlar. Jazolni qolmanglar yana. Yana biri atrat tavasida hiliqidek o'g'irliqcha shaxsiy qozon esayotganlar bormi? Buningga ko'z quloq bo'linglar. Mushu diqqan haq degangu zodi yaxshilikni bilmaydi. Hukumat bir undan osh berib beqvasa, choshqandek nima topsa uyiga to'shib, o'g'irliqchi yavolmasa, ko'ngli qanot topmaydi. Shaxsiy qozon osmonlar, o'pchi qozonning tomoqini yeb kommunizm qurmiz. Desa unimay o'zining bilgini qildi. Hey Tudaxun, qo'shninglar kechisi tij uxlayotamdi. Burninglarga bir narsa purab qolmaydigandi. Qaysi qo'shnimni deylar Dadujon? Helimaxullarni deyman. Bu vaqtcha bilmadim. Buningdan keyin xabar elib turaman. Kechisi kuzatchilikka odam qo'yinglar. Heliqida qozon asqarlar bayqalsa, darhol uyni oqtirib tiqib qo'ygan ochliqlarni musotira qilmasak bo'lmaydi. Anglagansizlar, 3-atratdagilar Hekimaxunning eg'ildan 5-6 tog'ir bug'doy qo'noq tepibdi. Cho'nqur ko'lab ko'miytib ekan. Undaqlarni 1-atratdimi yo'q degil bo'lmaydi-jimi? Ne'matning oldida qo'l bog'lab xo'sh shundaq deb turishqanlar ne'mat chiqib ketishi bilanla picharlashib ketishdi. Baya burningga bir narsa purab qolmagandi deb so'raganda tas qoldim. Bu xil chiqqan ovchamning murisidan har kuni kechsi xilma-xil mazlik puraqlar burnimizga purab turdi deb salg'ili. Undaq degili bo'lamdigan bu xil chiqqanlar emas, uning qizlari, kuy o'g'illarnimi bir nima degil bo'lmaydi. Shularning zamoni bo'lib qoldi emasmi bu? Bumi Xudoning buyrug'ini, har qanday bandisini Xudo o'zi bir yo'lda qo'ydi. Yelimi ko'rayotgan kunimizga shukr. Shundaq shukr qilmasak bo'lmaydi. Tegi qizil chekim oq gullik chitta ko'nglar qora jilitga kelgan oq daka ro'molni cheklab chiqqan Zaynab qaynoq tushda uydan chiqdi. Uylarning orqasidagi odam ozmangdigan chatqalliq daraxtlardan yugurib digirak o'tib, etiziqlarning ichi bilan Uddul ota-onasining uyiga keldi. Uyga kiribla onasi bilan mangziga ko'rishib, jildkisining tegidan yog'liqi yo'galgan 2 nonni ilib onasining qo'liga tutqizib qo'ydi. Supida yotgan Vilaxunning bir nimalarni deb ingrab atqalligini anglab, ittik dadasining oldiga bordi. Qandaqroq turding dada? Bir yering og'riyotamdi? Vilaxun nidirlay olmay, beshini sal burab uningga qaradi-da, ko'ziga yosh elib, yana bir nimalarni dedi. U bir oyning oldida suv qurilishida ishlab deb yiqilib qolgancha og'zi gapga kelmas, put-qo'li tutmas bo'lib yotadi. Zaynab kundagidek amal qilib dadasini yo'qlab turib yotadi.
u dadasining nonga talmirayotganligini ko'rib, ondan bir burda ushtab, kichkina parchasini og'ziga selib qo'ydi. Yutolmaydi, umashnim aran yutadi. Geliga turib qolsa, qiynalib ketarmikin, dedi onasi. Zeynep dadasining og'zidan nonni elib etmoqchi bo'lgan edi, dadasi unmay beshini chayqab turib oldi. Og'zini ching yumganicha ko'zlariga yosh ilib, nonni navat sho'rgandek sho'rab tamshib ketdi. Bechoraning bug'doy neni yegisi keptikan, mushu nonni saqlab oz-ozdan chilab berarman. Bir jim go'sht bo'lgan bo'lsa, sho'rpisini bir ichirib qo'ygan bo'lsam, sal mag'durga kelib qoladimikin? Go'shtni topqili bo'lar, lekin bu uyda qaynatqili bo'larmi? Payloqchilar bilan bilib qolsa, qanday qilg'uliq? Xudoyim nima kunlarni ko'rsatayotgansan bizga? Har qancha gunohlarimiz bo'lsa-mu, kupurlik qilib bir kimlarning oldidan to'g'ri o'tib qo'ygan yerimiz bo'lsa-mu, nima tugimas tatquliq bu? Men texi etizdan kelolmasam, bu uyda kasal bor deb yo bir kimning ichi og'rimasa, bechora atadin kechki yolg'iz yotadi. Oqshimi kelib qarsam, yotgan ko'rpa degan qarg'usiz bo'lib ketadi. Nima bo'ldikin? 2 kundan beri kichik tartib kelmay, qo'rsaqlari ishib ketibdi. Ona bola untinsiz yosh to'kib, yum yig'lashdi. Zeynep dadasining yeniga o'tib, bosh ko'zlarini silab, yotgan ko'rpalarni o'nglab, yepib qo'yib, "Xo'sh dada, men atiganlikka sana sho'rpa qaynatib kelay, Xudoyimga omonat" dedi. Vilaxin ko'zlari bilan qiziga tortishdi. Og'zini o'mchaytib, ko'zlariga yosh oldi. Zeynepning xuddi dadasi bilan oxirgi qitim ko'rishishi ekanligini sezgandek, eshik tuvidan kayniga qayrilib, dadasiga chidamay qarab, yoshlarini etqicha chiqib ketdi. Yoz quyoshi ko'mlash tamliq pakar uylarni, edizlarni, daldaraq o't cho'plarni oyimay qizdirib yo'llarda, bo'ylarda odam yoki biror itmushi ko'rinmaydi. Mo'rlardan is ko'tarilmaydi. Qarmoqqa oqquch kulrang to'zon bosgan bu yurt xarobalikka aylanib qolgandek, uning odamlari bu yurtni tashlab chiqib ketgandek tuyg'u beradi. Zeynep o'ylig'i kirishiga etigiga yamashgan qizni ko'tarib olib, barang ostidagi katta yotgan qiyni onasining oldiga bordi. Qandaqroq turdilar ana? Xudoga shukr bolam. Bugun maydam xeyli bo'shab qolgandek turdi. Yo'talmi xop qilmadi. Oqshomqi bochka foyda qildimikin deyman, deb xirqirab javob berdi ayol. Ha nima bo'lsa, sizlar bo'lsinmi saq turib bersizlar. Men sizlarga choy qaynatib non chilab beray. Xudo buyursa, oqshomliqqa issiqroq bir narsa etib berarman. Hozircha chidab tursizlar. Chidayman qizim, chidayman. Boya ko'zim elinib qoptikan, tush ko'ribdiman. Yosh chog'larim emish, qozonda liq go'sht qaynayotgandek, ikkimiz bir yonda cho'chura tugaytibdimiz. Obdan tush ko'riblar ana. Yeydigan narsa degan obdan Xudoyim rizqlarni bera. To'xti qori bilan dadam texi paydo bo'lmagan o'xshamamdi. To'xti qori kelganda qilmadi. U odam boya mushu yerda bor edi. Ro'zaxonni yetlab nagmangdikin. Zeynep quchqidagi bolni yerga qo'yib, o'choqqa o't qaladi. Qozonni yuyib, ichiga suv qo'ydi. Qozon xuddi azaldan yog'didori ko'rmagandek daqtishib turardi. O't tutashgancha qozondagi suv pijildab g'o'r chiqarishga boshladi. Zeynep osh taxta ustiga cho'ng kichik qochilarni tizib, ichiga zag'ri nonni ushshaq uvib, yoshirib saqlayotgan bir kurushka qo'y yig'ini ilib, har qachiga qo'naqdek silib ustiga choy qo'ydi. Non birdamla o'ppida yumshab ko'pib chiqdi. Bu ularning tushlik tamoq edi. Kashlik tamoqimi mushundaqli bo'ladi. Madak uni aralashtirib, yiqilgan mundaq zag'ri nonlar atiganlik tamoqqa qo'shib, odam beshiga 2dan tarqitib beriladi. Bu nonlar golni g'ajab tasta o'tadi. Odamga quvvatni bo'lmaydi. Lekin ochliqni besish uchun uni yeyish kerak edi. Ko'plagan oilalarda mushu nonni noydi e'tiborliq edi. Shu yillarda to'g'raqliqda oq qushqashmi sayraydi, ko'k qushqashmi sayraydi, madak nonni to'la yeb, hasharichi bolalar yig'laydi. Arpa nenimi deydi, madak nenimi deydi, goldan o'tgani bilan oshgan yerga bormaydi, degandek qo'shiqlar tarqalgan edi.